To'g'ri, noto'g'ri narsa yo'q. Yuzingizda qaysi muolajaga ehtiyoj bor, shuni qilishingiz kerak. Ya'ni hozirgi kunda ehtiyoj bu chistka hamda biorevitalizatsiyaga. Hammada. Chunki yedik, rosa yedik yangi yilda. Hamma dam oldi, hamma tog'ga chiqdi, yuzini quritdi, shlusheniya qildimi? Endi nima kerak bizga? Uhud kerak. Uhodga birinchi o'rinda chistka, biorevitalizatsiya va undan keyin bizani hozir bilasiz, ko'p patsientlarim Sadoqat opa full face oldim, lekin natija yo'q. Конечно, natija bo'lmaydi, o'tda o'zini собственный kollageni yo'q. Juda ham ko'p patsientlarda ferritin tushib ketgan, железо tushib ketgan, mikro elementlar yo'qmi? Albatta kollagen o'tda ishlamaydi, elastin ishlamaydi. Men xohlardimki, hamma patsient avvalambor chistkadan, biorevitalizatsiyadan boshlab turib, undan keyin kurs bilan baribir kollagenga o'tirishlari kerak, shart. Chunki kollagen ishlamaguncha hech qanaqa full face ishlamaydi. Behruz, buni patsientlarga внедрить qilish kerak. Chala savod kosmetologlarga borib, biza $150 full face'larni qildirib, keyin ishlamadi deb yugurganimizdan ko'ra, dunyoga jar solib, undan ko'ra oldin etap professional kosmetologga borib, kollagenlarni olib, undan keyin full face'ga borishlari kerak. Buni eng to'g'ri yechim deb bilaman.